Assalomu alaykum barchaga, kanalimga xush kelibsizlar. Xullas, bugun sizlarga juda ham ajoyib saytni ko'rsatib o'taman. Saytni ko'rishingiz mumkin. Hamma narsasini oddiy qilib yozib bergan. 946 kundan beri ishlab kelayotgan sayt hisoblanadi va avtorizatsiya bo'limida, registratsiya bo'limi orqali ro'yxatga o'tamiz. Ro'yxatga o'tishda login, email va parol yozib, mana bu ikkitasiga galishani qo'yib, bu yerda nima yozilgan bo'lsa, mana bu joyda o'shani belgilab Sazat akkaunt bosiladi. Xo'p, mana akkauntda ro'yxatga o'tgandan keyin shunaqa bo'lim paydo bo'ladi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Hamma narsani bo'limlarni chat tomonda ko'rsatib qo'ygan. Oson bo'lishi uchun, hammaga tushunarli bo'lishi uchun albatta va ko'rishingiz mumkin 50 rubl pul ishlaganman bu saytda. Hozir bu saytdan pullarni chiqarib ko'ramiz. Pul ishlash uchun esa surfing bo'limiga o'tamiz va mana shu joyda oddiy zadaniyalarni bajarishimiz kerak bo'ladi. Kuniga 20 ta 30 ta zadaniya chiqadi bu yerda va buni har kuni bajarib borsak, o'zi mana shunaqa rubllar bizning hisobda yig'ilib boraveradi. Ustiga bosamiz va mana pastda 5 sekund vaqt sanayapti. Mana shu vaqt tugashi bilan bu yerda mana kapcha chiqdi. 5 dan 4 ni ayiramiz. Bir va hisobga aytilgan summasi berildi. Mana obnoyit qiladigan bo'lsak 587 bo'ldi do'stlar, ko'rganingizdek. Saytlar missiyalar juda ham oddiy. Keyin bizga pul ishlash uchun do'stlar bonus bo'limi mavjud. Bonus bo'limiga o'tamiz va mana bu joyda mana shu reklama ustiga bosadigan bo'lsak, получить bonus ochiladi. Bonus aktiv, xuddi shunaqa. Bunda ham reklama ustiga bosamiz va yana получить bonus ochiladi bizda. Buni har kuni olsak bo'ladi. Bu ham bonusdan ham shunaqa pul ishlab borsak bo'ladi do'stlar. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin, saytga pul solishimiz mumkin, пополнить bo'lim mavjud, pul chiqarish mavjud va referal bo'lim mavjud. Referal bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda mana 10% dan 15% gacha dohod mavjud va siz referal qilsangiz, kooperativ qilib odam chiqarsangiz bo'ladi. Menda hozir ko'rishingiz mumkin 49 ta referal mavjud. Xo'p, endi bu yerda bizga kerakli narsa pul chiqarish do'stlar. Выплатить bo'limi do'stlar. Bu yerda bizga pul chiqarish uchun do'stlar per hamyonni pul chiqarsak bo'ladi. 3 rubl ekan do'stlar minimalka va maksimum 15 rubl va pul chiqarish uchun do'stlar bizga pin kod qo'yishimiz kerak. Ya'ni saytga pin kod o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Hozir uni ham ko'rsatib o'taman. Pin kod установка qilish uchun настройка bo'limiga kelamiz. Настройка bo'limidan mana установить кошелек mavjud. Ya'ni bu yerda biz o'zimizning hamyonlarimizni qo'shib qo'ysak bo'ladi bemalol va mana bu joyga yozgandan keyin hamyonni emailingizga kod yuborib o'shani qabul qilasiz. Xo'p, pin kod bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mana shu joyga 4 ta shifrlik pin kod o'rnatamiz va bu bizga har safar pul chiqarganda kerak bo'ladi do'stlar. Xo'p, pin kod o'rnatgandan keyin mana bu joyga pin kod yoziladi va mana bu joyda kapchani bajaramiz. Kapchani bajarib mana bu joyga vvести bosiladi do'stlar. Xo'p, mana o'sha saytdan pul chiqarishga qo'ydim va endi bu saytni biroz obnoyit qilamiz. Mana pullarimiz hisobdan yechildi. Endi bizlar pul tushib kelishi bilan men albatta buni skrinshotini Telegram kanalimga tashlayman. O'sha joydan ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Pul tushib kelgan yo'qmi, hammasini shu joydan ko'rib borasiz. Mana istoriya vyuplatsiyani ko'rsataman. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Men 2 marta pul chiqargan ekanman. Xullas, saytimizda juda ham zo'r sayt hisoblanadi. Saytdan bemalol foydalansanglar bo'ladi. Silkasi video kommentariyasida va video описаниесida bo'ladi. O'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kanalimga ham obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Hammaga rahmat.